Öncelikle geçtiğimizden mavzusu hürmetlik vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Jungo'nun hakkerlari ve josuslarga harakat qilganligi mavzuli xabar 12 ayning 12 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar bunday boshlanadi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump hukumati Jungo'ning hakkerlari ve Amerikaning yuqori fan texnik shirkatlarining patent huquqini o'g'irlash bilan maxfiy harakat qilayotganlarga harakat qo'llanishga tayyorlik qildi. Amerika Birleşmiş Agentliği 12 ayning 12 kuni mushishni tushunadigan bir nafar kishining so'zlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Amerika Adliya Ministrligi yaqinda anglashlarga qaraganda Jungo'ning axborot uchur organlariga, ya'ni josuslik organlari xizmat qilayotgan kishilarni ayblaydi. Amerika Adliya Ministrligi haftaning 4-kuni bu to'g'ri uqtirish e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati qo'llangan harakatlar jumladan Amerika qo'lga tushirgan Jungo hakkerlarining josuslik faoliyati bilan shug'ullanganligi to'g'risidagi axborotni oshkorlaydi. Prezident Trump hukumati navbatda muhokama qilayotgan qo'llanilgan tadbirlar Obama prezident davrida qo'llangan ma'muriy buyruqdan foydalanib Amerikaning yomon niyatli internet faoliyati bilan shug'ullangan shaxslarga va shirkatlarga embargo yurgizishga yo'l qo'ydi. Agar prezident Trump hukumati bu ma'muriy buyruqni davomlashtirish yo'lini tanlab olsa, Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Amerika shirkatlarining aqliy mulk huquqini o'g'irli deb qaralgan Jungo shirkatlarining mablag'ini to'g'nitdi yoki musodara qildi. Hamda bu Jungo shirkatlarining Amerika shirkatlari bilan savdo qilishini cheklaydi. Amerika Adliya Ministrligining aqliy mulk huquqini maxfiy o'g'irlagan Jungo hakkerlariga harakat qo'llanishi prezident Trump hukumatining Jungo hukumatiga selayotgan besimini kuchaytganligini gavdalantirib berdi. Hamda Jungo besimi ishiltish dardisidan tamojni beja qo'yish bilan cheklanib qolmaydiganligini, yangilik yaratish yoki ixtiro qilish masalasida Jungo bilan hayot-mamotlik kurishi elib boradiganligini gavdalantirib berdi. Yani bir xabar. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi birdak Tibet sayli sayohat barobar bo'lish qonuni loyihasi ma'qul. Mavzuli xabar Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash palatasi haftaning 2 kuni, ya'ni Chislaning 11 kuni partiya guruhlaridan alqılan bir qonun loyiha, ya'ni Amerika fuqarolarining, Amerika hukumat amaldorlarining, muxbirlarning Tibetga kirishini cheklagan Jungo amaldorlarining Amerikaga kirishini cheklash qonun loyihasini birdak ma'qul. Demak, sen Tibetga bizning amaldorlarimiz kirgani qo'ymasan, sening amaldorlaring Amerikaga kirmasi kerak. Ba'zi shular qo'ydi. Tibet sayohat qilish barobar bo'lish qonun loyihasi bu yil 9-oyda Avam palatasining ma'qullashini o'tgan. Bu qonun loyiha Jungo hukumatining Amerika hukumat odamlari, muxbirlar va Amerika fuqarolarining to'sqinligiga uchramay Tibetga kirishi yo'l qo'yishni talab qildi. Bu qonun loyihani o'tirib qo'ygan muhim kishilardan biri Cumhuriyetçiler Partiyasining senator Marco Rubio haftaning 2 kuni mundaq ko'rsatdi. Kengash palatasi barobar bo'lish prinsipi bo'yicha Tibet sayli sayohati barobar bo'lish qonun loyihasini ma'qul. Bu bizning Jungo bilan bo'lgan uzun yillik munosabatimizda bir kam olqi edi. Bu qonun loyiha o'rtaq o'tirib qo'yilgan Kengash palatasi 14 nafar a'zosining ichida Menendez mundaq dedi. Tibet sayli sayohati barobar bo'lish qonun loyihasi bizning qimmat qarashlarimizning muhim bayonidir. Bu qonun loyiha adil bo'libdi. Bu qonun loyihaning yil oxiridan burun prezidentning ustiga yo'llab berilishini umid qilaman.
xalqaro Tibetga madad berish sharkining raisi Mikach mundaq ko'rsatdi. Bu haqiqatan Amerika Qo'shma Shtatlarining Tibet xalqini va bu rayondagi strategik bexatarlik manfaatini qo'llaydigan tarixiy paytda Tibet meselesi, Tibet sayli sayahati baravarligi qonuni Prezident Trump'dan imzo qo'yishga erishgandan keyin rasmiy kuchga ega bo'ladigan qonun.